Videoni tezlashtirilgan rejimda ko'rish miyaga zarar yetkazishi mumkinligini bilarmidingiz? Ba'zida ovozli xabarlar va videolarni ham tezlashtirilgan holatda eshitsak, vaqtimizni tejayotgandek his qilamiz. Ammo xorijlik doktor buning zararligini aytmoqda. Xorijlik psixiatr Tales Albertaga ko'ra, bunday holat miyaga va umumiy psixikaga zarar yetkazadi. Uning so'zlariga ko'ra, miya tezlashtirilgan ma'lumot oqimiga moslashganda oddiy kundalik vazifalarni tahlil qilish qobiliyatini yo'qotadi. Oqibatda hatto kundalik suhbatlar ham charchash yoki bezoftalik keltirib chiqaradi. Chunki miyaning ma'lumotni qayta ishlash tezligi va diqqatni jamlash darajasi buzilgan bo'ladi. Tezlashtirilgan kontentni ko'p tomosha qilish oqibatida diqqatni jamlashda qiynalish, unutuvchanlik hamda uyqusizlik va umumiy bezoftalik yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, tezlashtirilgan videolarni tomosha qilish vaqtni tejamaydi, balki miyaga ortiqcha yuk tushiradi va tananing psixofiziologik holatini buzadi. Shuning uchun psixiatr videolarni odatdagi tezlikda ko'rishni tavsiya etmoqda. Ushbu ma'lumotni video hamda ovozli xabarlarni doimo tezlashtirilgan, ya'ni 2x da eshitadigan